Hayoti jo'shqin, yorqin va hayajonga limolim insonlar tabiiyki boshqalar diqqatini ham o'ziga tortadi. 90 yoshni qarshi olgan xonanda Pete Seeger ana shunday odamlardan. Siz bu artist haqida bilmassiz, ammo u yozgan musiqa va ijro etgan qo'shiqlar qulog'ingizga tanish bo'lsa ajab emas. Adolat, siyosat, atrof muhit muhofazasi haqida kuylab, ommani o'ziga ergashtirish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. 90 yillik tavalludini nishonlayotgan xonanda va bastakor Pete Seeger sharafiga New Yorkning Madison Square Garden sport saroyida katta konsert bo'lib o'tdi. Musiqa insoniyatni qutqarishga qodir ekaniga ishonganim uchun shu kasbni tanlaganman. Pete Seeger 1940-yillarda Almanax va Weavers kabi ansambllarda qo'shiq aytib tanilgan. Ko'p o'tmay yakkaxon konsertlar bera boshladi. Xonanda Newport folklor musiqa festivaliga asos solib, 1960-yillarda uning qo'shiqlari kinolarda ham yangray boshladi. Biroq Pete Seeger bolaligida qo'shiqchi bo'lishni orzu qilmagan. Klassik mashshoqlar oilasida dunyoga kelgan bolakay har xil asbobda chala olar, biroq o'rmonda tabiat qo'ynida yashasam der edi. Darvish bo'laman derdim. Bu telba va yolg'onchi dunyoda sofdil, rostgo'y bo'lishning yolg'iz yo'li shu. Rost gap. Siyosat, huquq, tinchlik, atrof muhit muammolari haqida qayg'urgan Pete Seeger musiqadan panoh topadi. 20-asr o'rtalarida o'z tanqidiy qo'shiqlari bilan odamlarni ergashtirgan xonanda yosh avlodga o'rnak bo'ladi. Enjoy your life, be calm, relax, for God is in no hurry. Ekologiya haqida qo'shiq aytib charchamayman deydi xonanda. U 1969-yilda Gudzon daryosini muhofaza qilish loyihasiga asos solgan. Bugun daryo sohili eng bexatar va toza joylardan. Oradan 100 yillar o'tib, hali ham sayyoramiz. Insoniyat hayot bo'lsa, demak odamzodga aql bekorga berilmagan ekan. Demak, siz u biz havoni, atrofni saranjom sarishta saqlab, kamroq mashina haydagan bo'lamiz. Pete Seeger rafiqasi Toshi bilan birga 1949-yilda tog' qo'ynida mo'jazgina uy qurgan. Hozir ham o'sha yerda yashaydi. O'tin yorib, uyini istadi. 1955-yilda radikal qarashlari bilan tanilgan sobiq kommunist Pete Seeger siyosiy faoliyat haqida hisobot berish uchun AQSh kongressi huzuriga chaqiriladi. Hech kimga hisobot berishim shart emas, erkin davlatda yashayman, qonuniy huquqim bor deya Seeger rad javobini beradi. 6 yil o'tib qo'shiqchi kongressga behurmatlikda ayblanib 1 yil qamoq jazosiga hukm etiladi. Keyinroq ayblov bekor qilinadi. Bugun Pete Seeger qarilik gashtini suryapman deydi. Uning ba'zi qo'shiqlari shu qadar mashhurki, davlat madhiyasidek kuylanadi. This land